Assalomu alaykum. Sizlar bilan men bu yerdan sezon pasta oldik va bu yerda siyoh agentlardan kim tushadi bo'laymiz. Hop. Qani hisoblandı. Norvegiya shunaqa edi. Adashmasam shunday. Pas 90 kim ekan? Ildizmi iltimos. Kontrol 85 va bu xodimimiz Berk. Yaxshi. Berk ham normal. Sizlar bilan iltimos kanalga obuna, like tugmasini bosinglar. Tezroq 100 ta qilishimiz kerak. Rahmat hammaga. Sezon pastani agentni ham oldik. Mana bu agentni ham oldik. Hozir kecha ochgandim. Berk tushdi. Hozir ochib ko'ramiz kimlar tushadi. Kim ekan endi? 84 bo'lsin iltimos. Ikkinchi siyoh o'yinchimiz kim bo'ladi? Kontrol va bu Anderson yaxshi. Siz endi ikkita bo'ldi. Bu yerda ham mana birinchisi Berk bo'lsa, ikkinchisi Anderson. Yaxshi. Bu meni tarkibi. Shular bor. Bu yerda Pedri va Mbappe ham bor. O'tgan sezondan Madhouse va Rivaldolar bor. Va siyohlardan pushtidan to'g'ri. Alvaro va Rafinha ham bor. Rahmat. Iltimos kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Ko'proq odam ko'rish uchun komment ham yozib ketsangiz menga katta motivatsiya bo'ladi va yana video chiqarishimga ancha yordam bergan bo'lasiz. Rahmat hammaga. Keyingi videolarda uchrashguncha.